ayoli erining kiyimini har kuni almashtiradi. Bir kosaga ovqat suzadigan bo'lsa 7 marotaba yuvib, e'tibor pokiza piyolalar, chinilar, bozordan olib kelingan narsalarni nihoyatda toza e'tiborlik bilan qarab, yotadigan o'rinlar toza pokiza bo'lganligidan inson qanchalik pokiza sharoitda tursa, pokiza narsalarni tanovvul qilsa, dili ravshanlashadi, aql ziyraklashadi, ko'z o'tkirlashadi, ko'cha-ko'ydagi kasb-kor barakat topadi. Bir kuni o'zi maqtanib qopti: "Ey, qadrimni bilmaysan-da xotin. Odamlar kecha zo'rg'a ko'radigan yulduzlarni kunduzi ko'rib turibman-a. Sen har qancha shundoq ering borligidan faxrlansang bo'ladi." Deganda xotinlar aytdiki: "Bu meni xizmatim. Sizga qilayotgan e'tiborim, hurmatim. Bor, bunga o'zi Xudo menga shunaqa yuqtirgan, Xudo bergan bu fazilatni.